Zoid yaqindan buyangi omatining yaxshi bo'layotganligini, muhabbat savdoliqidagi ochiq tuyg'ularning tugab, visol g'arabsidagi tatliq tuyg'ularning asta-asta ko'payayotganligini sezib, ich-ichidan xushal edi. Shuning uchunmikin u Badamgulni xuddi qo'ldan chiqarib qo'yishdan qo'rqqandek o'zidan birdamni neri qilmaydi. Ular darslarni billa takrorlaydi. İmtihonga billa tayyorlik qiladi. Kino tanslarga billa boradi. Bundoq uzilmas takror faoliyatlar barbara ularning qalbini texmi mahkam tutashtiradigan issiq qon tomiriga aylandi. Bugungi shanba kechasini qandoq o'tkazish to'g'risida ular tunugilib tutishib olgan edi. Zoidning qattiq talab qilishi bilan Badamgul bugun Qizil binoda bo'ladigan ko'ngillik tansidimi? Do'stlik kinoxonasida qo'yiladigan chet elning Oq kecha nomli kinosidan voz kechib, uning bilan romantik sayliga chiqishga rozi bo'lgan edi. Ular kashlik tamoqdan keyin o'zlarini bir qurut tuzashtirib olibla maktabning orqa eshigidan chiqib ketdi. Badamgul bugun ustiga o'rik siriqi chitdan o'yni yoqliq ko'nglak kiyib, beshiga ot bag'ri rangdagi nipis ro'molcha tashlab olgan edi. Uzun qapqara ishki o'rimchichi teqimida yilondek suylab turadi. Uni o'ng tarafdan qo'ltiqlab olgan Zoid bo'lsa, burut saqlini pokiz qirg'an, hamisha salvorib turadigan chechini ancha-muncha maylab, usti boshlarini xeyli tuzashtirib olgan edi. Bunda xoli yolg'iz jimjit kechalarda oshiq-ma'shuqlarning kuni tug'iladi. Ular so'zlashib bormaydi. Xushallik bilan deyishmagan gap qolmaydi. Bu ishkisimi dastlab maktabning, sinfning saboqdoshlarining, keyin jamiyatning ishkirining, dunyoning gaplarini qilishdi. Va oxirida o'zlarining taqdiri, istiqboli va muhabbati to'g'risida so'zlashib minib, chat bir mahallaga kelib qolganligini sezmay qilishdi. Ancha cho'ng bo'lmagan bu mahalla chat cho'risiga ko'z yetkisiz etizliqlarning o'ttirsida edi. Mahalla burunli uyquga cho'mgandek jimjit va xomush ko'rinadi. Onda-munda uylarning panjarasidan g'uva chiroq nurlari lipildab turadi. Atrofdagi etizliqlarning u yeri bu yerga ahyo qilingan jigdilik bilan quyuq bunjaliqlar yiroqdan qariyib turadi. Nega ketib qoldik, Zoid? So'radi Badamgul sal andikkandek kayfiyatda. Nimandaq tez, surlik bo'ya. Zoid uni tinchlantirishga urindi. Odam yashayotgan yerni surlik bo'lamdi. Qarama, ov o'yladiki tirakjonlarni. Biz hozir maktabning sharq-shimol tarafida ekanmiz. Ma'lidan o'tib. Zoidning gapi og'zida qoldi. To'satdan oldi tarafdagi bir ho'yladan itning qovg'an ovozi anglanadi. Orqadan xuddi do'st tartgandek ularning to'rt tarafidan bir muncha itlarning egiz past qovg'an, havshigan va xiris qilgan ovozlari anglanishga boshladi. Badamgul qo'rqib ketdi. Zoidni g'aldir itlarning orasida qoldikmi nima degan o'y bilan jiddiylashib qoldi. Lekin yenida yaxshi ko'rgan qizi bo'lg'achqimi, darhol o'zini tutib, botur, qo'rqimsiz yigitlardek qiyofatda Badamgulning belikidan tutib, "Qo'rqma, turib, o'zimizni daldiga olayli. Ma'u eriqning ichi bilan mengib jigdilikka berib olayli." dedi-da, Badamgulni yenik so'rgan peti eriqning ichi bilan jigdilikka qarab yugurdi. Itlarning bas-bast qovg'an ovozi birdam yaqinlashib, birdam yiroqlashib, bu ishkisning atrofida uchib yuradi. Ular jon-jahli bilan yugurib jigdilikka kelib oldi. Endi biror ish ko'rib qolmasalar xatardan qutulgan edi. Zoid bir do'ngoq jigdiga yo'nib, hozir ham peti tortdi. Badamgulni qo'rqqandan ho'liqib, og'ziga gapni kelmay qolgan edi. Muhabbat ba'zida odamni qo'rqimsiz botirga aylantirib yetadi. Ba'zida bo'lsa yopirmoqning shildirilishida cho'chiydigan to'g'ri yurak qilib qo'yadi. Badamgul nima uchundir ko'ngil tizginni Zoid tutqizgandan keyin ana shunday qo'rqoq bo'lib qolgan edi. Hamisha nimadandir andikkandek bir xil vahima ichida yashaydi.
burunqidek o'zini erkin, bemalol, mag'rur tutadigan ruhliq, jo'shqinlikdan mahrum qolgan edi. İtlarning havushi yiroqlab sal-pal besiqdi. Uning o'rniga qorong'u tun asta-asta besib keldi. Atrof odamsiz jimjit bo'shliqqa aylandi. Havo talginib, o't-cho'p gulgiyohlarning turqi tarqaldi. Qorong'ulik cho'kkan jigdilikdan andi-sandi qushlarning xomus sayrashlari anglandi. Endi qaysayli Zoyit, dedi yuragi bir oz iziga tushgan Badamgul. Men degan ansiz yer bu. Qo'rqibsiz-a? Zoyit asta qo'lini so'zib, Badamgulning bilinar-bilinmas titrab turgan budruq barmoqlarini tutdi. Qo'rqma, yenimizda men bor. Zoyit bir xil besulg'usiz tashnolikning kuchi bilan Badamgulni o'ziga tortdi. Ularning qo'llari giralishib, issiq, hayajonli tiniqlari bir-birining yuziga urildi. Ular yana kichikni midirlasa, yuraklarimo, lavlarimo bir-biriga qo'shilib, so'ygi ishqi bilan irmash-chirmash bo'lib ketadi. Lekin nima uchundir har ikkisi osh kichikdan orliq qolganda, go'yo u yer halqib o'tish tas bo'lgan chunqur bir hongdek chippida to'xtab qolishdi. Shu daqiqada Zoyitning ko'z oldiga Shavkat keldi. Texi yaqinqi vaqtlargacha bu budruq qo'llarini osh tutib, bu chiroyli issiqlarga shu vatan xoini so'ygan emasmidi? Menga taalluq bo'lgan bu sevgi muhabbatdan nima uchun Shavkat degan chupranda oldin bahramon bo'ladi? Zoyitning geliga bir narsa g'irq qilib tiqilgandek bo'ldi. Yuragini hasad va kundashlik o'ti kuydirdi. Alam va azob asridan butun badaniga bazgak titrigi o'lishib ketdi. Shu daqiqada Badamgulning ko'z o'ngidimi Shavkat gavdalandi. Uning jo'g'i kichik, ammo salobatlik, mardona siymasi yiliq kichikni bo'shliqda paydo bo'lib, Badamgulni ayiblab, masxir qilayotgandek, azaldan o'ziga taalluq bu sevgi lazzatidan begona birisining bahramon bo'lmoqchi bo'layotganligiga qarshi cho'qon ko'tarayotgandek, parishon, ammo g'azabli holatda ikkisini to'sib turardi. Badamgulning nurliq, oq qarsi eniq xushal ko'zlari mo'linib, birdan bulut to'sgan quyoshdek tumonlashdi. U ham taajjub, ham qandoqdir bir ichki hasrat bilan ko'z oldida paydo bo'lgan xiyolidagi Shavkatga noxush qarab qoldi. Badamgulning yuragining mo'liqishini besish uchun tishini tishiga ching besib, Zoyitning changilidagi barmoqlarini asta yumib oldi. Bulutliq osmonga oy chiqdi. U har bir parcha bulut orasidan sho'ng'ib chiqib, nurli jamolni ko'rsatganda, jimjit, xilvat jildilikka surmiranglik nurini chechib o'tadi. Shu chog'da Zoyit bilan Badamgul xiyol va asmlar iskanjisidan tezli yo'lqinib chiqib, bayq tog' suvlaridek sho'xshib kelgan qizg'in hissiyoti bilan ko'ngil shodliqlarini asliga keltirdi. Zoyit yuragiga xitob qildi. Bu mening sevgi muhabbatim, orom qo'lga keltirgan baxtim. Ishning og'zi tekkanga daryo suvi bulg'amabdi. U endi mening, u menga taalluq, hammasi menga taalluq. Badamgulni bir xil zaif, lekin samimiy ovoz bilan o'ziga shivirladi. Turmushda bir umr mamnun bo'lgudek sevgi muhabbatga kim erishibdi? Muhabbatlashish, judo bo'lish, yana muhabbatlashish almasaqdan beri bo'layotgan ish-ku. Men Xudo oldida, vijdonim oldida gunoh qilmadim. Gunoh deyilsa, u menga emas, boshqalarga taalluq. Shu xiyollar ko'nglidan o'tgan Badamgulning ko'zlari chaqnab, kirpiklari pilildab, yuziga muloyim tabassum yugurdi. Haqiqatdek so'zliklari ba'zida hemirilib, ba'zida yeyildi. U kirpiklarini tez-tez qiqib, illiq nazar bilan Zoyitga lappida qarab qo'ydi. Zoyitmi uningga herismanlik bilan intilib, mo'ldirlab qaradi.
Badamgulga uning mana shundoq mo'ldirlab qarashini yoqatdi. Bu odatga mo'ldirlash emas, balki muhabbatga, yelinishga va sirliq tuyg'ularga to'lgan ajoyib bir yaqinlik, ta'sirli mo'ldirlash edi. Ularning qo'llari qaytadan garalashdi. Dal shu chaqda yana heliqib bir to'p lamit itlarning nadindir avshig'an ovozi anglanib, ularning shirin tushini buzivatdi. Badamgul yana qo'rqishga, Zoyid jiddiylashishga boshladi. Itlarning shapsi ko'rinib, qovush kuchayganda Zoyid Badamgulni o'ziga tortib so'radi. "Qo'rqyapsiz?" "Ha, dedi va Zoyidning beligini u chin tutdi. Barmoqlariga yigitning yurak so'qishi aniq bilingandek qiladi. Bir xil ojiz sevgi hissi barbara uning vujudiga bosib kirishga boshladi. U asta pichirladi. "Zoyid, siz meni qo'rqding. Siz yanimda bo'lsanizlar, qo'rqishni qilmayman." "Badamgul, biz hozir hech narsadan qo'rqmaymiz. Sevgi turmushning yuqori pallasi degan gap bor. Biz hozir mush pallada ketyapmiz. Menimcha bu pallada turgan odamlar uchun faqat baxsh etish, hammani unutish burchili bo'ladi. Esingizdami? Shekspirning Julitasi mundaq degan-ku: "Mening muhabbatim dengizdek cheksiz va cho'nqur. Sizga baxsh etganim qancha ko'p bo'lsa, o'zimni shuncha boy bo'laman. Chunki buning har ikkisi tugamas, bitmasdir." Bu qitim itlar jigdirikka yaqin yerda paydo bo'ldi. Mahalliy itlari sirtdan kelgan yot bir itni qo'g'lagan bo'lsa kerak, jigdirikning yenidan bir-birini qo'g'lagan, havshigan, xaris qilgan peti to'pirilishib o'tdi. Shu chaqda Badamgul ixtiyorsiz holda o'zini Zoyidning quchqig'iga otdi. Zoyid g'o'lichini kang yeyib, uni bag'riga ching bosdi. Uning tashnalari qizning titrab turgan mag'ziga tekkanda, u bugundan boshlab uning taqdirining xo'jayini bo'lganligini haqiqiy his qildi. Ular uzoqqa quchoqlashdi, suyishdi, yana quchoqlashdi, yana suyishdi. Hissiyot bara-bara qiyomiga yetdi. Yeshi, tini, xiyoli va talabi voyaga yetgan bir jup yosh yot jins xuddi bir-biriga taqozolik bilan intilib, qo'shilish uchun bir-biriga qo'ynini echib turgan ikki parcha yerim shardek tabiiy holda yaqinlashib ketdi. Zoyid o'zini tutolmay qoldi. Uning qo'li Badamgulning qo'rqishindek erishga boshlagan ta'sirchan issiq badanida erkin harakatlanishga boshladi. "Zoyid, undaq qilmang, vaqt emas." Badamgul bu gaplarni xuddi bachkaning bo'g'ildishidek muloyim ovozda dedi. "Badamgul, jinim, siz qachon bo'lmasin mening." Zoyidning ovozimi behushlik holatda chiqayotgandek ta'sirli, hayajonli edi. Badamgul tipirlab qoldi. U barliq kuchi bilan o'zini tutishga, yopirilib kelayotgan shirin tuyg'ularning aql hoshini behushlantirib qo'yishidan saqlanishga shuncha urinsin, lekin shu topda u erkidan, irodasidan asta-asta mahrum bo'lib, hissiyotining changaliga tushib qolgan edi. Hissiyot hukmron o'ringa chiqqan bundoq paytda aqlmi, g'ururmi ojizlashib, tomirlardek shuncha yavash, muloyim qonlar va ayni partlash oldida turgan magmada qizib, qutirab, hammani ko'ydirishga, vayron qilishga tayyor edi. Ay, yana bulutlar orasiga kirib ketdi. Jigdilik texmi xoli, texmi tamtas bo'lib qoldi. Yaqin atrofdagi bedilikdan uyqu sirg'an kaklikning anda-sanda tamoq qoqqan ovozi anglanib turardi. Zoyid bilan Badamgulning nazarida shu topda dunyoda o'zlaridek baxtiyor odam yo'q edi. Ular hozir giralashgan, suyishgan, o'zlarini unutgan holda bu mavjud dunyodan ayrilib, xuddi yengil qanotli qushlardek ko'p-ko'p samoliy osmonda parvoz qiladi.
sevgi harorati bilan erishga boshlagan vujudlarini butunlay ilohiy tuyg'ular ilikiga topshirgan edi. Anglayotganinglar dili qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Konularning xat yerim didor degani rost ekan. Turg'unning bugun kelgan xiti oq niyozni baayni hit bayram xushalligiga cho'mdirdi. Oq niyoz, sana opirin aytaman do'stim. Şinjan gezitining yaqinqi adabiyot gulzori sahifasiga chiqqan 3 she'ring yaxshi yozilibdi. Haqdodiga yetkazib yozibsan. She'rlaringni menga emas, o'qigan odam maqtashdi. Shu bahanada men seni do'stim, savoqlishim deb yetkichi maqtanib oldim. Yezimizdagi nurg'un yoshlar 2-chi she'rdagi bunu kupletni yodlab oldi. Saharda kun bo'lib sinsam ko'zingga, nuridan gul bo'lib unsam yuzingga. Qochsam nemishqa mendan yiroqlab, ranjimni safardosh qilib o'zingga. She'ring haqiqatan hissiyotli yozilgan adash. Menimcha, hozir bizni ko'plagan shoirlarga tekkan bir kasal, ular kitobxonni ta'sirlantirish o'rniga ko'proq o'z tajribashlariga, siyosiy va ijtimoiy hukmlarga mahliyo bo'lib ketadi. Esingdimi? Bir qatim Salim apandi she'riyat ustida nihoyat ma'noli qilib, bir parcha she'rda kommunizm so'zini eng yorqin sifatlar bilan bir necha qatim takrorlashga bo'ldi. Lekin buninglik bilan kommunizm yo'li yaqinlab qolmaydi degan edik. O'ylab baxsam, u nihoyat to'g'ri ekan. Har qanday esil shoirvozlik, bayonchilik hargizmi oddiy va samimiy his-hayajonning o'rnini bosa olmaydi ekan. Hissiyotda haqiqatan zo'r kuch va ilhom bo'ladi ekan. Uning kuchi odamni olg'a yetaklasa, ilhomi odamni yuksaklikka ko'taradi ekan. Sen bu 3 she'rga haqiqiy ijodiyatchiga xos yurakingni sarf qilsan. Ammo adash, 3-chi she'rini o'qib biroz o'ylanib qoldim. U Bodomgulga qartilganda qalamda o'qanda. Albatta, Shavkat, Bodomgul va Zoyitlarning ishidan xabarsiz odamlar hargizmi undoq o'ylamaydi. Balki she'ringni do'stlik, muhabbat va vafo to'g'risidagi axloqiy, falsafiy fikrlar ekan deb qaraydi. Lekin men uningdan Bodomgulning soyasini ko'rgandek qildim. Agar sen rostini shundoq hissiyot yozgan bo'lsang, u chaqda Bodomgulga bergan bahoying toza oqilona bo'lmay qoldi-ku deyman. Menimcha, uni Shavkatga vafosizlik qildi degandek ko'ra, muhabbatni irodasizlik qildi degan tuzuk. Bir tarafda yaxshi ko'rgan odamning tutqunlik holati, yana bir tarafda tashkilning qattiq siyosiy besimi, yana bir tarafda muhabbat o'g'risining qarmoq yemi. 3 tarafdan tangli qapsab kelgan bundoq ruhiy besimga yog'ishchidagi bo'rakdak, g'amsiz, riyozatsiz cho'ng bo'lgan nozik bir qizning bardoshlik berishi tas. Umuman qizlar o'g'illar qaraganda bag'ri yumshoq, hissiyotchan, tasavvurga boy keladi. Ovoz yetakchi bilan Zoyit qizlar psixikasidagi bundoq alohidalikdan foydalanmay qolarmi? Do'stim, har qanday odamning qalbining cho'nqur yerida qalam siyohlar bilan ifodalash mumkin bo'lmaydigan nurg'un mazmunlar bo'ladi. Ular shu kishining hissiyoti, vahimasi, e'tiqodi, ojizligi va gumoni, xushalliqi va qayg'us qatorliqlar bo'lishi mumkin. Bu shu kishining o'ziga taalluq siri ham yoshirin engi bo'ladi. Buni taltuks oshkorlash haqiqatan tas. Agar oshkorlashga jur'at qilganda odamda cho'qim bir xil ichki jasorat paydo bo'ladi. Vaholanki, Bodomguldek g'ururliq, ichki kuchli qizlardan buni kutish va ayni sadaq quluz ichidan guhar olmoqchi bo'lgandek qiyin va mushkul. Bundaq odamlar hammani ichiga serib, o'z-o'zidan buruqdan bo'lib, oxiri tuyuqsiz portlagan yonar tog'dek hammani biroqla oshkorlaydi. Do'stim, turmushdagi yetishsizliklar ba'zi holda turmushga nisbatan bir xil kuchli, go'zal his tuyg'u va chunqur xotira ato qilishi mumkin. 3-chi she'ring menda ashundoq ta'sir qoldirdi. Bo'ldi, she'rlaring to'g'risidagi maqtashni shunchalik yozay. Mark Twain bir eg'iz chiroyli maqtash bilan 2 oy yashab olishim mumkin deb ekan. Men seni bir eg'iz emas, bir necha 10 eg'iz maqtab etdim. Endi uningdan eshib ketsa, g'arazlik uchirish bo'lib qolmasa yana.
Men hamisha Allohdan tirnoq ostidan kir izlaydigan to'zmatxo'r odamlar bilan birga bo'lib qolishdan saqlag'in deb tilayman. Bundoq odamlar xuddi ochiq, talvishvirgandek inson qalbini muzlatadi, nobud qiladi. Xo'sh, endi yengab kelayli. Ovoz yetakchi bormi? Nima ish qilyotidi? Ehtimol yana shu Salim apandi bilan o'zingga so'qishtirib yurgandi. Qiziq odam u. Uningga haqiqatan ichim og'riydi. Agar uning munosib-shunoslikdagi oshu yuksak iqtidori biror foydali ilm-fan ishlariga sarf qilingan bo'lsa edi, u jazman atrofdagi zamondoshlaridan xeyli uzib ketgan bo'lardi. Lekin ulug' adib Shekspir yeshil ko'z olvasti deb atagan hasad o'ti uning iqtidorini qardan chiqardi. Hasad degan hamma odamda ozdir ko'pdir bo'ladi ekan. Anglashimcha Tangrim o'zini birdan-bir yegona tangri qilishni o'ylab, men hasadxo'r tangri deydi ekan. Lekin shundoqdimi, har qanday odam oldi bilan o'zini bilish kerak-da. Dunyoda o'zini bilgan odamdan ortiq aqlli maxluq bo'lmasa kerak. Buningdan 2000 yil ilgari donishmand Sokrat avlodlariga o'z-o'zini bilish to'g'risida nasihat qildi ekan. Vaholanki fan texnika ajoyib taraqqiy qilgan, olam kemasi boshqa osmon jismlaridagi madaniyatni tekshirishni boshlayotgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi odamlarning o'zini bilishi va tushunishi texicha bolalar bog'chisidagi go'daklar holida turmoqda. Sokrat aytgan o'z-o'zini bilish aslida bizning qalbimizni texim farosatlik, hayotimizni texim qimmatli qiladi. Shunga o'z-o'zini bilishni bu dunyodagi eng zo'r donishmandlik deydi ekan. Men yaqinda Balzacning Xanzuchiga tarjim qilingan bir kitobini o'qib, uningdagi muni bir so'zni xotiramga yozib qo'ydim. Senmi anglab boqqin. Tangri bizni yaratgandan keyin biz o'zimizni yana qaytadan yaratib, Tangriga qarshi ish qilamiz. O'ylab baqsam, bu nihoyatda cho'nqur ma'noli so'z ekan. Aslida Tangri bizni nihoyat pok yaratgan. Lekin biz olib ko'ngillik, soxtalik, hasadxo'rlik, suxanchilik qatorliq razil ishlarni qilib o'zimizni bulg'aymiz. Shundoq yumshoq kichik tillarimizni bo'lmug'ur, g'ayvat shikoyatlarni, neni yomon gaplarni qilishga ko'ndiramiz. Shundoq nozik, sop nervlarimizni kechdan oldirmay yomon ishlarni o'ylashga, shum xiyollarni surishga o'rgatamiz. Shundoq qilib Tangrining irodasiga, hukmiga qarshi ishlar bilan shug'ullanib, Tangriga qarshi chiqamiz. Men ovoz baxtining obrazidan, vujudidan buning hammasini ko'rdim. U o'zini qaytadan yaratgandimi, xeyli bejirim yaratgan odam ekan. Yaqinqi mahallamizdagi qayri bir dehqon eriq bo'yidagi qumolongda o'tirib, mundaq bir kulkilik tamsilni aytib berdi. Bir davlatman boy bor ekan. U yashinib qolgani qaramay, yosh bir cho'konni to'qonliqqa otdi. Har kuni bir xotinning yoniga kiradi ekan va xotinning quchqiga beshini qo'yib yotar ekan. Bir kuni cho'ng xotini erining oqirishga boshlagan soqiliga qarab bir xiyolga ketdi. Agar buning soqilidagi hamma qarsoqollarni yulib tashlab, oq soqollarni qo'ysam, kichik xotini uni qerikan deb chanidi, erim butunlay mang qoladi. Shuning bilan u boyning soqoldagi qora soqollarni bir-birlab yulibdi. Lekin u kuni tugitalmabdi. Boy atsi kichik xotinning yoniga kirib, uning quchqida bosh qo'yib uxlabdi. Kichik xotinimi uning soqoliga qarab bir xiyolga ketdi. Agar buning soqoldagi oqlarni butunlay yulib tashlab, qorasini qo'ysam, u cho'qim o'zining yoshligini o'ylab, cho'ng kishandamdan chinib, butunlay mang qoladi. Shuning bilan u erining soqolidagi oqlarni yulishga boshlabdi. Shunda qilib, cho'ng xotin qora soqolni yulibdi, kichik xotin oq soqolni yulibdi. Yo'la oxiri berib erini sipsidan ko'z qilib qo'yibdi. Qarg'ana Aqniyaz, bu nima degan ibratlik tamsil ha? Bu tamsil anglagandan keyin men hamisha bizning ishlarimizning ashundaq hasadxo'rlik, ko'ralmaslik, ishqorlik bilan yeliq ko'si bo'lib qolgan boyning soqolidek ziyonga uchrab ketishidan ansiraydigan bo'lib qoldim. Lekin men o'ylayman, tarixda, turmushda razillikka, hasadxo'rlikqa tayinibla o'z ishida muvaffaqiyat qozongan odam bo'lmasa kerak. Aqniyaz do'stim, xatni bak ko'p yozib etdim, bezor bo'lmag'in.
rostini aytsam bu yerda o'ylaganlarimni o'rtoqlashqudek odam yo'q. Kalla desam paqalchoq deydiganlar ko'p. Shunga xat orqali bo'lsa-mu sen bilan sirdashqim, mundashqim keladi. Salay qashog'ning yangi chaqchaqlar tepillari bo'lsa yezib avatgin. Bakmi anglag'im keldi. Xitangni kutaman. Maktabdagi yangiliklar to'g'risida ko'proq yozg'in. Seni Shavkatni seg'inib qolguchi kamini do'stim Turg'un. 1962-yili 29-iyun Bo'rak mahallasi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Zoid bu qitimqi dunyo adabiyoti imtihonda yiqilg'ili tas qoldi. İmtihan çek elish usuli bo'yicha eg'izcha ilm g'ashqa haqiqatan tas ham mushkul edi. U o'quvchilarning tafakkur iqtidori bilan nutq qobiliyatini sinaydigan sirlik so'rin edi. Shuning uchunmikin uzun ketgan koridorning yerini g'ujmak bo'lib olgan o'quvchilarning allaqandoq nom, ism va yillarni unlik oldirish takrorlashidan ba'ayni yip bazrag'a o'xshash g'osh-g'ush bo'lib ketgan edi. Jiddiylikdan ularning so'zlari bir-birining quloqiga kirmaydi. Buning ichida qizlarning kayfiyati texnik jiddiy edi. Kimdir birisi bundaq qorg'ularni takrorlashdan beshi og'rib zarlashga boshladi. Qurib ketsin shu dunyo adabiyotlari. O'qiyman. Nari xudo urgan nomlar, yillar, asarlar. Hech bir esimda qolmaydi. Buningizga nima kerak? Nim bo'ldingiz, ayzim umoq. deb uning yeniga keldi Zoid. Chekilib qopsiz-g'o. Qo'rqma, bundaq imtihonlar odamning haqiqiy bilimini aks ettirib bermaydi. U faqat talay sinash bilib o'xshashli bir ish. Kim biladi, ta'lingiz o'ngdan kelib, osonchakdan bir chiqib qolamdi texe. Xudoyim degingiz kelar Zoid. dedi hiliq qiz xudoga teginganda qiyofatda. Ta'lim kelib qolsa, osonroq savollar chiqsa ilohim. Dilqut xazinasi. U ismining darhol chaqirilib ketishidan qo'rqqandek sinfning yenidan neriroq ketdi va bir necha o'quvchilar yo'chiqlarab to'plashib olgan eshikka ansizlik bilan pat-pat qarab qo'ydi. İmtihan natijasidagi yuqori tuvanlik bilan yaxshi yomonlikning o'z taqdiri, istiqboli va shon shuhrati bilan chambarchas bog'liq ekanligini hech kim o'quvchilardek undaq cho'nqur ham bevosita his qila olmaydi. Ular o'zlarining mana shu natijasi bilan yildan yilga, oydan oyga, kundan kunga go'zal kelajakka qarab, asta-asta yaqinlashib kelayotganligini, hayot tuproqiga texnik cho'nqur yildiz tortayotganligini nihoyatda o'bdan his qiladi. Shuning uchun ular imtihondan ham qo'rqadi, ham uningga qarshi jon-jahdi bilan elishadi. Ishning yanada turgan birisi Zoidni to'g'ladi. Zoid, tuzki, bo'lsin kapto. Baya qizlarga tasalli berib, o'zini xeyli tamkin tutgan Zoid, endi ismi chaqirilish bilan tang yuragi jig'id qilib, put-qo'llari bo'shashgandek bo'lib qoldi. Lekin u bunday chaqlarda o'zini tutishgan, ruhidagi zaiflikni sirtqa chiqarmaslikqa xeyli usta edi. Shuni u saboqdoshlarining orasidan yerib o'tib, sinfning eshigini yo'g'on ochdi. Kiriblar uning ko'ziga cheliqqani imtihon elish uchun qaytib o'tirgan 3 o'qituvchining haybatli ko'rinishi edi. Ular dariza bilan do'skining orliqidagi bo'limda kundilan qo'yilgan o'rindiqlarda salobat bilan o'tiradi. Imtihon egasi bo'lgan Salim apandi o'ttiradi. Kuzatuvchi bo'lib kirgan adabiyot nazariyasi o'qituvchisi Umar Sherif bilan logika muallimi Shamshiddin ikki tarafda o'tiradi. Ularning oldidagi seriq sirlangan ustalda imtihon savollari yozilgan cheklar takshi yeyiqliq turadi. Bu cheklar dim qo'yilgan bo'lib, hammasi bir xil rang bilan bir xil cho'ngliqdagi o'lchamli qog'ozlar edi. Keling Zoid, qani, chekdan birini ela. dedi Salim muallim ustalni ishora qilib. Zoid qadamlarini yo'g'on elib, ching-ching dastlab ustalning oldiga keldi. Va qo'lini so'zibla udul kelgan chekdan birini oldi. U o'rindiq tarafga ketib o'tib, chekdagi savollarga qaradi. Qaradi-yu rangi o'ngib, besh pirqirab ketdi. Chunki chekka yozilgan tuz savolning birisini chala bo'lib belgini hisob qilmaganda qolganlarini u butunlay bilmaydi.
u amansız chekni almashtirish xiyoliga keldi. Agar almashtirmasa, bu qitimqi imtihonni nolga topshirib qilishi mumkin edi. Shunga u o'rniga bormay, chekni almashtirish uchun orqaga yandi. Chek almashtiramsiz? So'radi Salim apandi uning do'ngsib turishiga qarab. Bo'ldi, almashtiring. Lekin bir numar nobud qilasiz-da. Bu qoidani bilasiz. Zoyid albatta biladi. Chek almashtirilsa shu hamon bir numar qaralatdi. U ikkinchi chekni oldida chatdagi bir o'ringa berib o'tirdi. Bu qatimqi chekmo yana ko'ngildagidek bo'lmadi. U shuncha o'ylab aram ikki savolga javob bera oladiganligini his qildi. U chekdan beshini ko'tarib xuddi birarsidan madad kutgandek avval o'qituvchilarga, ondan atrofidagi saboqdoshlariga talmirib qaradi. Shuncha uchun sinfda 4 o'quvchi 4 burjakda o'tiradi. Ular bilan so'zlashishga biror narsani imo-ishorat bilan so'rab belgilama bo'lmaydi. Zoyid o'zi bilan birga imtihon berishga tayyorlanib o'tirgan 4 o'quvchining birisining oqniyaz ekanligini shu chaqda ko'rdi. U dariz tarafdagi bo'londa qo'lidagi chekka qarab cho'nqur xiyol bilan o'tiradi. Zoyid undan darhol ko'zini qochirib qo'lidagi chekka qarab oldi. Vaqt tushib qoldi. Qani, qaysinglar chiqsizlar? dedi Salim apandi soatiga qarab qo'yib. Har bir o'quvchining chekni elib bo'lgandan keyin chorak soat o'ylanish vaqti bo'ladi. Dastlab chek olganlarning vaqti to'shgan edi. Sinf ichini bir pas jimjitlik qopladi. Bu jimjitlik bakmi tinch va sirli edi. Men chiqay, dedi ko'tarinki bir ovoz bilan boyiq sirli jimjitlik buzildi. Bu Oqniyaz edi. Bo'ldi, keling. Salim apandi uni oldiga chiqishga ishorat qildi. Oqniyaz oldiga chiqib, qo'lidagi chekni Salim apandiga berdi va o'zi 3 o'qituvchining oldida savolning so'ralishini kutib o'ri turdi. Amsa quloq soling. Birinchi savol, dedi Salim apandi Oqniyaz boya bergan chekka qarab turib. Yevropa romantizm adabiyotining alohidaligi nima? Uning asosiy vakillari kimlar? Oqniyaz beshini yerim ko'tarib, ko'zini darizaga tikkan holda javob berishga boshladi. Yevropa romantizm adabiyotining alohidaligi shuki, u klassizmning barliq nizom o'lchamlarini inkor qilib, reallik ahamiyat berdi, kurashga intildi. U boy tasavvurga, cho'nqur hissiyotga, ommabop tilga va erkin uslubga ega. Yevropa romantizm adabiyotining asosiy vakillari germaniyalik Holderlin, Genrix Geni, angliyalik Byron, Shelley, fransiyalik Stalxonim, rusiyalik Pushkinlardan iborat. Yaxshi, dedi Salim apandi rozimanlik bilan. Endi ikkinchi savolga javob bering. Jahannam xotirasi bilan kichik Napoleon kimning asari, qachon yozilgan? Jahannam xotirasi Rusiyaning 19-asrdagi otoqliq yozuvchisi Dostoyevskiyning romani, 1862-yilda yozilgan. Kichik Napoleon Fransiyaning 19-asrdagi otoqliq romantizm yozuvchisi Victor Hugo'ning asari, 1852-yilda yozilgan. Oqniyaz savollarga duduqlamay aniq va to'g'ri javob beradi. O'zini tamkin ham bahuzur edi. U keyingi o'rta asr Iron adabiyotiga taalluq 3-savolga, Hindiston yozuvchisi Tagorning she'riy ijodiyatiga taalluq 4-savolga xuddi usta munofiqlardek ravon ham jaronli so'zlar bilan javob berdi. Har qanday bir o'qituvchi o'z o'quvchisining o'rganishiga, bilimga bo'lgan intilishidan, ishtiyoqidan va shu yo'lda qo'lga keltirgan kichkina natijasidan xushallanmay, tahrirlanmay qolmaydi. Oqniyazning bugungi 4 savolga bergan jonliq, erkin javobi, tez va o'tkir tafakkuri yolg'iz Salim apandidan emas, balki kuzatuvchilardami qoyillik tuyg'usi uyg'otdi. Xushallantirdi. Oqniyaz o'rganishda haqiqatan kuchli edi. Biror qiyin masalaga duch kelganda hamon uni qo'yib bermay, uningdan aniq bir javobga erishmagicha tinim topmaydi.
birinchi yillik vaqtidagi Xanzu til yoziqini o'rganishdimi, u ana shunday ruh bilan sinf bo'yicha oldingi qatorda turgan edi. Aqniyaz sinfdan xuddi chelish degangan palvondek xushal ham mardona chiqib ketdi. Uning ortidan yana bir o'quvchi savollarga javob berishga boshladi. Zoyit tezlici beshini qashlab, birdam osmonga, birdam yerga qaraganicha tit bo'lib o'ltiradi. Savolning ikkisiga yerim yarda javob topgandek bo'ldi. Yana ikkisi har qancha o'ylasimi, xiyoliga kelmayotdi. Hatto muallimning shundoq bir darsni o'tganligini esiga ololmayotdi. Dars takrorlashda Zoyitning o'ziga xos uslubi bor edi. İmtihan yaqin qolganda u ikki kechilik tamaka. Oltin uxlatmaydigan dori g'amni velib dars takrorlaydi. Buna usulning foydasini u xeyli ko'p ko'rgan edi. Lekin bugun shu usulda qilgan tayyorliqlarini asqatmadi. Amaliyotda u konspekt o'qiyman, imtihonga tayyorlik qilaman deb bir bo'lingda o'tirib, ko'zini daftardan uzmagan bo'lsa-mu, lekin ko'ngli allaqanday yerlarda palasqi qilib yurgan edi. Zoyit har qancha orqaga tarsimi bo'lmadi. Boshqalar so'zlab tugatdi. Endi navbat uningga kelib qolgan edi. U bir besib, ikki besib oldiga chiqdi. Qo'lidagi chekni Salim apandiga xuddi yerginishib bir narsani berib atgandek chiroyini tushirib uzatdi. Salim apandi chekka qarab turib birinchi savolni so'radi. Parij kommunist adabiyoti qanday paydo bo'lgan? U Parij adabiyoti yo'q, kommunist adabiyoti. Zoyit qo'rqqan sari o'diqishga boshladi. Shundoq paydo bo'lganki, Fransiya proletariatining dunyodagi tunji hokimiyatini yoritish, yo'q, tiklash uchun elib borgan kurashlar jarayonida paydo bo'lgan. U yangi idea, jangovar kayfiyat bilan to'lgan adabiyot. Xudoga shukr. Zoyit do'doqlasimi, tamtirsimi, har holda bu savolga javob beradi. O'doqma, oldirmay javob bering. dedi Salim apandi uningga madad berib. Hamda ikkinchi savolga javob berib. Gilgamesh eposi qaysi zamon adabiyotiga mansub? Zoyit ko'zini chimildatib, levini yalab bir nima deyishini bilmay turib qoldi. Og'izdagi chuqurni har bir yutqanda bug'diki yuqurtidan g'irtildab ketadi. Uning shundoq bir oson savolga javob berolmaganligidan kuzatuvchilarning ichi pushib ketdi. Buning javobi savoldan qisqa edi. Nihoyatda qadimgi zamon Babil adabiyotiga mansub desalar ish kutatdi. Hey Zoyit, kallang qo'shliq chiqib qolganmi sening? Uchinchi savol so'raldi. Cheskov qandaqdir? Kimning, qaysi asrdagi personaj? Har holda bu savolga Google o'lish jonlar degandek yerim yarda javoblar berdi. Endi to'rtinchi savolga kelganda Zoyitning og'zi yana yemlanib qoldi. Balzacning adabiy ijodiyati qancha bosqichga bo'lindi? Jimjit jilg'idagi gul samsa qaysi bosqichga taalluq asar? Agar u ozroqqa ko'ngil qo'yib tayyorlik qilgan bo'lsa, bu savolga javob berish o'yinchoqchoqning o'rindagi ish edi. Lekin u yana go'shiyib, do'msib turaverdi. Bu qatam qiyintonga yaxshi tayyorlik qila olmabsiz-a? dedi Salim apandi echinish tuyg'usi bilan. Endi sizga qancha numar qo'ysak bo'lar? Tayyorlikni qilatdim muallim, lekin boshqachagining ishlari bilan oldirish bo'lib ketdi. Shundaqmi? dedi Salim apandi g'o'shida ochiq kelib. Sizning siyosiy ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishingizga qarshi emasman. Lekin shuni bilishingiz kerakki, o'quvchi deganning birdan-bir muqaddas vazifasi o'rganish, kitob o'qish, dars anglash. Sizlar uchun o'rganishlar doimlik inchga haqiqiy emgak bo'ladi. Lekin siz o'zingizning vazifasini unutib qolgandek qilasiz Zoyit. Darvaqa ojizlik degan hamma odamda bo'ladi. Balkim siz cho'qinadigan odamlarmi buningdan mustasno emas. Lekin reallik to'g'ri qo'ya olmaydigan odam hamon ojiz, iqtidorsiz keladi.
Odam o'zidagi nuqsonni yo'shirib, yuksak fazilat hosil qilishi mumkin emas. Zayed ko'rinishda bu gaplarni ko'ngil qo'yib anglayotgandek, o'zining inton yaxshi berolmaganligiga pushaymon qilgandek bechora qiyofati tursimi, lekin uning ichki dunyosida kuchli bir o'chmanlik o'ti lovuldaydi. Sen texmanga nasihat qilib ketyapsan, Salim apandi. O'zingga taxas bo'l. Pinoning to'shti seni. Balkim bu bizni oxirgi qatim qiynab inton erishon bo'lib qolar. Sening darsingdan o'talmaganga yomon o'quvchi bo'lib qolmayman. İddili ilg'or, siyosiy jihatda ishonchli bo'lsamlar, parlaq istiqbol meniki. Zayed koridorga chiqibla, u yer bu yerda to'plashib turgan saboqdoshlariga o'zicha qaynab so'zlab ketdi. Bu Salim apandi deganning kallasi allaqandoq eski deganlar bilan to'shib ketgan odam ekan. Uning tili butunlay ajnabiy qilib sug'urilib ekan. Hadisini Yunondan, o'rta asrdan qadimgi Babuldan so'z ochdi. Bizga bundaq chetlarning qog'oz dengizlar orasidan terib olgan parcha-parcha narsalarni bilim qilib berib, nima qilmoqchi u? U kimga kerak o'qibdi? Uning yendiki to'pda bir nechalar bilan paranglashib turgan Aqniyaz bu cho'rimi cho'chak gaplarni anglab turolmay qoldi. O'tgan talashdan keyin bu ikkisining o'rtasida yoshirin nizo paydo bo'lib, bir-biri bilan gaplashmay moy tortishib yurishadi. Aqniyaz shu topda u adovatlarni unutib, uning yoniga keldi va ochiq aralash do'q qildi. Nim davatsan Zayed, o'zing intihoni yaxshi berolmay, endi muallim bilan ilmni qorlayapsan. Bilib qo'y, dunyoda eng dastlab barliq kelgan ovozsiz kinodan tortib, hozirgi eng yuqori elektronlik mingichi bo'lgan kashfiyotlarning hammasi shu eski veskilar ijod qilgan. Endi shuni so'zlamay seni so'zlamdi. Dunyoda tragediya otsi, komediya otsi deb nom olgan Aristofan bilan Eskiloslar qadimki Yunonlik emasmi? To'g'ri dedingiz Aqniyaz. deb uning so'zini quvvatladi yana bir o'quvchi. Har qaysi mamlakatlardagi nurg'un odamlar shu eski veskilarni tadqiq qilish uchun butun umrini sarf qilyapmamdi. Zayed xuddi so'qishda xo'rozdek Aqniyazga hurpaydi. Men Salim apandining jibini qilyapsam, sen nima tazkatdi? Undaq eski veskilarni bilmaymi? Seni fikirash qilg'ili, sotsializm bilan shug'ullanib bo'lmamdi ekan? Bo'ldi, nima ish bo'lmaydi? dedi Aqniyaz kinoyalik kulib. Yezidik savadsız dehqonlarmi, zavodkorlardagi qora qo'rsoq ishchilarmi seni fikirash qilib, sotsializm bilan shug'ullanyapti-ku. Undaq bo'lsa sen bu olim bilim yurtiga kelib nima qilding? Shular bilan birlikda katman chepib, ko'mir qazib, yana bir tarafdan kankishadi seni fikirash qilib yursam bo'lmabdi. O'quvchilar paraqida kulishib ketdi. Bu kungidan Aqniyazni qo'llash, Zayedni masxara qilishdek ochiq bir tuyg'u yoshirilgan edi. Sen dedi Zayed jini bo'lgandan duduqlab. Sen zodi nima demoqchi? Ha, men dedi Aqniyaz yana shu tamkinligi bilan. Men nima deydim? Boshqalarning soyasida qo'lga keltirgan shon-sharaf saxta bo'ladi. Faqat o'z kuchiga tayinib qo'lga keltirgan shon-sharaflar haqiqiy bo'ladi demoqchiman. Bildingmi? Zayed ko'pib, bo'g'ilib, Aqniyaz bilan elishmoqchi bo'lgandek alpozda dekinib turib edi. Yenidagi bir og'inisi uning qo'ldan asta tartib sirtga elib maqdi. U ketib etib chalvaqadi. Bilib qo'y Aqniyaz, haqiqiy shon-sharafning kimga mas'ul bo'lganligini tex ko'ramiz. To'g'ri, Zayed, tex ko'ramiz. dedi Aqniyazning salmoq ovozda. Imtihon davom qilmoqda. Yaxshi berganlari kulib, yejib, nachar berganlari qayg'urib, salpib, sinfdan uzilmay chiqib turdi. Kulib ijayganlar aman ko'p sonliq edi. Shunga ularning xushal kulik sadolari inton vahimasi bilan surilib bo'lib ketgan koridorni qizg'in va jonliq tusga kirgizgan edi. Biliq şirketida ovozga elinib, Biliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinxo kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.